All right, lesson 5. Nice to meet you. All right. And so that's the other machine cartoon film in this lag. We have per All right. Good morning. Good morning, Mr. Blake. This is Miss Sophie DuPont. Sophie is a new student. She is French. Sophie, this is Hans. He is German. Nice to meet you. And this is Naoko. She's Japanese. Nice to meet you. And this is Chang Woo. He's Korean. Nice to meet you. And this is Lu Ming. He's Chinese. Nice to meet you. And this is Xiao Hui. She's Chinese too. Nice to meet you. Okay, finished? Sağdaşla qarama, bu tekst qarab baqsaq, birinci cümlesini depti. Good morning. Okay, good morning. All right. Ana good morning deganimiz bilisizlar sağdaşlar, atdiganligingiz xayrlik bo'lsin. Shunami? Good morning. Okay, good morning deb bo'lsa, atdiganligingiz xayrlik bo'lsin. Okay. Anda tushdan keyinlik degandichu, good afternoon. Okay, good afternoon. And the ma'nosi kerak o'ginlar. Okay, good morning. Nima atdiganligingiz xayrlik bo'lsin. Hamda Mr. Blake, Blake apandim. Nima Mr. Blake. Anda demakchi Mr. Blake. Shu muallimga musnatamiz resim qarsanglar. Nima sinfga kirib tushunama. Good morning. Desa good morning Mr. Blake. Xayrlik atdigan Blake apandim yoki Blake muallim degan gap bo'ldi. Mr. Blake. Nima? Good morning, this good morning. Demakchi good morning deb salomlashsa birisi, endi javob aytamiz good morning. Hargiz good morning too demaymiz, juma. Ammo to'ni boshqaga ishlatamiz. Shun good morning. Javob nima? Good morning. Demak aytganda, bolalarimiz sinfga kelganda, endi salomlashdan bo'ladi. Good morning. Rabanglar, good morning. Good morning. Good, yaxshi. Okay, ana keyingicha. This is Miss Sophie DuPont. Okay, xo'sh. Mana bu yerda intan muhim narsa bor. This is deydigancha. Okay, this deganimiz bu degan gap. Is degan bo'lsa, this is demakchi o'zimizdan yenidagi yaqin yariga bir narsani ko'rsatmoqchi bo'lsak, nima this is deb ko'rsatamiz bolalar. Okay, masalan, this is bu bo'lsa, shunami? Okay degandek. Demak, anda islamu ingliz tilida shu biraylarni yana biraylarga tanishtirmoqchi bo'lganda, shunda yenilarga shu orqali tanishtirasizlar. Qanday desanglar, hi everyone, this is palonchi. Okay, this is palonchi. Bla 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 debchi. Okay, bu yoq bo'lsa, shunami? Okay, endi shu birisi-birisini tanishtirgan, shu friends deb bir kino bor, do'stlar debchi. Shu kinoniki boshda okay, bolalar do'stlar birisini tanishtirdi. Hi everyone, shunami? Everyone degan ko'pchilik shunami? Everyone, this is palonchi. Okay, this is palonchi. And palonchi, this is everyone deb shunami? Ko'pchilik qaranglar, bu bo'lsa, bla bla bla. Demakchi tanishtirish bor endi men yana. Shuniki bir qisqa film bor, bir ko'rib boqinglar. Okay, demak endi misharika savolasi this is demekan. Demak, sizlar bir do'stlaringizga, masalan bir tonish bir to'pqa, hamda yangi bir odamni tanishtirmoqchi bo'lsangiz, mana tanishtirib ekansizlar. Masalan, this is Miss Sophie DuPont. Bu yoq bo'lsa Sophie DuPont xonqiz. Shunami? Bu yoq bo'lsa Sophie DuPont xonqiz. Endi qaranglar, Sophie
is a new student. Okay. Sophie bo'lsa bir yangi o'quvchi. Xo'sh. Al bala endi men yana bir yangi bir narsa chiqdi. Sophie bo'lsa bir yangi o'quvchi. Nima uchun men yana o'ni qo'yamiz? Okay. Nima uchun men yana o'ni qo'yamiz? And the mind time. Muhim emas yerga. Endi ingliz tilida ismlar qanday bo'ladi desanglar? Ma'lum jihatni ayirganda o'rtaq ism, xos ism deb bo'ladi. O'rtaq ism desam masalan, mening ismim Ablajon. Mening ismim xos qo'shiladi, xos ism. Masalan, g'oya. G'oya til tarbiyalash markazi. G'oya deganimizda g'oya nima? Masalan, xos bizningki o'sha g'oya til tarbiyalash markaziga mansub. Demakki, men xos. Lekin maktab deydi, maktab deydi. Maktab desak, minglagan maktablar bor. 10 minglaganmi, 100 minglagan maktablar bor dunyoda. Demakki, men maktab degan ism nima desam, school o'rtaq. Masalan, book deb malayli. Book degan ismni qanday desanglar, o'rtaq ism. O'rtaq ism. Demakki, book degan bir so'zni desak, bu dunyoga hamma bookni ko'rsatadi. Endi bu yerga student. Ajumligi, shunaqa. Ajumli student deb turamda. Shu student degan so'zni desak, shu dunyodagi barliq hamma studentlarni ko'rsatadi. Chunki bu o'rtaq ism. O'rtaq. Hamma narsaga o'rtaq. Shunga endi bu yerga Sophie. Sophie degan qiz bu yerda dunyodagi hamma o'quvchi emas-da. Tushunami? Shu o'quvchilarning ichida birisi xolos. Shunga bu yerda Sophie bo'lsa nima? Bir yangi o'quvchi. And Sophie is student desak xato. Sophie dunyodagi hamma o'quvchimi? No. Yo'q. Undaq emas. Shuning ichida birisi. Shunga bu yerda ismlarni olganda bir o'quvchi deb olamiz. Bir juftasi xato, bir juftasi xato. Masalan, bu bo'lsa bir kitob deymiz. This is a book. And this is book deb qo'ysa xato. Biz uyg'urchada ayirmaymiz uni. Bu bo'lsa kitob. Bu kitob deb qo'yamiz. Bo'lsa degani bilan qarimiz yo'q. Unday qilsak bo'lmaydi. Cho'qim o'sha ingliz tilida o'ni olamiz. Nima ekan? Shu birni bildirdi ekan. Cho'qim qanday ismlarning o'rtaq ismlarini oldi keldi. Odatda xos ismlarni oldi kelgan ahvollarmi bor. Uni keyin tushuntiramiz. Bo'lmasa kallarni elishib ketadi. Tushundingmi? Understand? Good. Bo'ldi, tushundingmi? Demak, Sophie is a new student. Sophie bo'lsa bir yangi nima? O'quvchi. Okay. She is French. Okay. U bo'lsa nalik fransiyalik. She is French. Demak hamda ama BP'ning keyinda sifatli kelib bo'ldi. Demak French degan sifat fransiyalik. Fransiya emas, agar Fransiya bo'lgan bo'lsa davlatni ko'rsatadi shunami? Ma sifat degancha sifat degan nima? Sifat deganimiz shu sifatlaydi. Go'zal qiladi ismlarni. Har xil paraz qiladi shunami? Demak hamda shu French fransiyalik. Herkes Fransiya emas. Fransiya degani France deydi. Tushundingmi? She is French. U bo'lsa nalik fransiyalik. Fransiyalik. Hamda u bo'lsa yaponiyalik degan nima emas? Nima? She is Japanese. Okay. She is Japanese. All right. Andaqda qaranglar. Qarab baxsa nima? Sophie, this is Hans. He is German. Okay. Endi men erkamda Sophie g'am Mr. Blake endi ma sinfdagi saboqdashlarni tanishtirib turib tushunaman. Voy Sophie, bu bo'lsa Hans, u bo'lsa germaniyalik. Okay. Demak, this is Hans. Bu yoq bo'lsa, demakchi bu yoq bo'lsa degan this is, you know, this is Hans. He is German. Okay, endi men yerga he saboqdash degan odatda o'g'illar qolmish shunami? Erlarga, o'g'illarga he bo'lsa, ondan keyin qizlarga, ayollarga nima? She. She. Demakchi he is German. Okay. Nice to meet you. Endi bularniki tunji qatam uchrashish, shunami? Tunji qatam tanishish. Shunga nima deb salom qildi? Nice to meet you. Okay, hands deb to'y. Siz bilan ko'rishganimga nihoyat xushalman, deb tushunami? Okay, endi bundan javob qaytarmoqchi bo'lsak nima deydi?
Nice to meet you too. Okay, nice to meet you too. Good. Andaqda Germaniyalik ama hence nima? Okay. Nice to meet you deb nima? Okay. Kengsi. Ammo bu kim kelsa and okay. And ma gap amda va bilan hamda degan gapcho. And this is Nyako. Okay. Nyako. Okay, Nyako degan nalik deb balla. Ma rasmga shundoq qarasang u nalik Yaponiyalik. Okay, demek this is Nyako. Okay, Nyako deganimiz shu Yaponiyalik qizchaq shunami? Shunga she is Japanese. Endi miyari she ni ezib ustiga shundaq qana bir cho'qpashdan birini qo'yib s yozib qo'yapti, shunami? Demakchi bu she is degandan keyin nimasi qisqartirilsa. Qisqartib aytdik bolalar, demak ikkisi teng. She is deganda she is. Shunami? I am deganda am deganda-ku. She is Japanese. She is Japanese. Desa, nice to meet you. And then Nyako nim deb tursan, nice to meet you. Va, siz bilan ko'rishganimga intayin xushalman. Okay, Nyako deganalik Japanese. Good. Japanese. All right. Kengsi marzala, and this is Changwoo. He's Korean. Okay. And that bu bolsa chimo, this is Changwoo. Changwoo narikin he's Korean. U bolsa Koreyalik. Demakchi he deganimiz o'g'illar keldi, endi miyari he is deganning qisqartirildi he's. He is deganning qisqartirildi bola he's. He's. Shunami? Okay, and he's Korean. Okay, nice to meet you. Okay, nice to meet you. Bo'ldi. Va siz bilan ko'rishganimga intayin xushalman. Dedi da Changwoo. And the king said, and this is Lu Ming. He's Chinese. And the buyak bo'lsin nima? Lu Ming. U narin kelgan? He's Chinese. From China, shunami? Junguluq deganda Chinese. Okay, I'm saying men bo'lsam bir junguluq. Neyimiz? Men deganda I am Chinese. Okay, I am Chinese. And the looming meaning is okay, nice to meet you. Okay, nice to meet you. Well, sizlar ko'rishganimga nice xushalman. Okay, and yana bir e'lon bor. Kim ekan hamda ondin chunbaken. This is Xiaohui. Buyoq bo'lsa Xiaohui. This is Xiaohui. And she's Chinese too. And the bumu junguluq. Okay. And after bumu junguluq was yana bir e'lon chimo. Okay, yeah, Lu Ming, right? Lu Ming is Chinese. Xiaohui is Chinese too. Demek, and the Xiaohui mo qanday desanglar, omma junguluq. Demek, shunga meyagan nima to deganni qara. Demek, to deganni mu degan gap, mu degan gap. Okay, masalan, I am Chinese desam, siz mo'y, menmi junguluq? I am Chinese too. Okay, I am Chinese too. Okay, and the woman Xiaohui, nice to meet you. What's the language? Okay, Xiaohui.